Assalomu alaykum. Hozirda hamma virusli infeksiya bilan kasallanib o'tmoqda. Bolalar va kattalar hamma isitma, ko'ngil aynish, qusish, ichib ketish va shunga o'xshash holatlar bilan kasallanib o'tmoqda. Bu narsa grippni bir to'lqini hisoblanadi va bu har yili bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Bunaqa vaqtda hozir xalq o'rtasida kapelnitsa, natriy xlor ichiga har xil analgin, dimidrol, askarbinka shunaqa narsalarni qo'shib olish juda ham moda bo'lmoqda. Bu narsani olishni o'zini vaqti payti bo'ladi. Bular bo'lmasga salgina isitmaga ham yoki ozgina shamollashga ham bunaqa narsani olaverish to'g'ri kelmaydi. Qachonki bolada suvsizlanish, ichib ketish, qusish, juda ham baland isitma va o'shani ta'sirida bola lanj, holsizlanib qolsagina ba'zi paytlarda olsa bo'ladi. Boshqa paytida umuman kerak emas. Ikkinchidan, aynan mana shu kapelnitsa, mana shu kokteylni ichiga deksametazon qo'shishadi. Deksametazon bu yerda umuman kerak emas, chunki deksametazonning ta'siri bu immunitetni pasaytirish, repressiv ta'siri bor va shuning hisobiga bola tez shamollashga moyil bo'lib qoladi. Bundan tashqari buyrak usti bezi faoliyatini pasaytiradi, chunki buyrak usti bezi o'zi mana shu gormonlarni ishlab chiqaradi. Lekin bizlar tashqaridan deksametazon bersak, organizm buyrak usti bezlarida pasayish kuzatilib, biroz dangaza bo'lib qoladi va bu narsa ham organizmda gormonal muvozanatni buzilishiga olib keladi. Shuning uchun shifokor maslahatisiz bo'lar bo'lmasga har xil dorilarni ishlatavermang.